bachadonni saqlash amaliyotini o'tkazamiz. Ayol kishi o'sha hayzdan qolishdan keyin unda kuzatiladigan asoratli belgilar. Ayollarning bachadon tanasida mioma hosil bo'ladi. Ko'pincha ayolning 45 yoshidan keyin bo'ladi. Eng asosiy bo'lgan ginekolog ko'rigiga murojaat qilinadi. Albatta, markazimizga murojaat qiladigan ayollarni birinchilardan bu ona bo'lish maqsadida. Bugungi bizning qiladigan jarrohlik amaliyotimiz bu bachadondagi bo'lgan miomalardan bachadonni xalos qilib, uni o'sha homila tushgandan keyin yaxshi rivojlanishiga sharoit qilib berish. Ba'zi holatlarda gormonal buzilishlar natijasida ayollarning bachadon tanasida mioma hosil bo'ladi. Miomaning joylashishiga qarab, bu bachadon ichidami, tashqarisidami qarab, o'sha homiladorlikka to'sqinlik qiladigan joylari bor. Hozir biz miomani joylashishiga qarab, aynan miomani o'zini olib, bachadonni saqlash amaliyotini o'tkazamiz. Bugun obunachilara asosiy men yetkazajak bo'lgan mavzum shundan iboratki, bu klimakterik sindrom. Ertalab markazimizdagi barcha shifokorlarga 1 soatlik seminar o'tkazdik. O'sha seminarda hozirgi kunda bu dolzarb muammo bo'lgan klimakterik sindrom, ya'ni ayol kishi o'sha hayzdan qolishdan keyin unda kuzatiladigan asoratli belgilar. Nima kuzatiladi unda? Albatta, ayolning birinchi shikoyati bu yashash tarzidagi o'zgarishlar. Psixologik, emotsional hamda eng yomon bo'lgani bu yurak qon tomiriga o'xshagan belgilar. Yurak tez-tez urilib ketishi, tezda qizib sovish belgilari. Bu ayolni o'zini nishatadi, hovliqtib, tezda charchatib qo'yadi bu holat. Va ayol kishi nishatadi, birinchi bo'lib nega murojaat etadi? Ko'pincha ayolning 45 yoshidan keyin bo'ladi. Lekin bunga qaraganda 45 yoshdan keyin ayol eng baxtli yashash vaqtlari boshlanadi. Chunki bolalari katta bo'lgan, ular hayotda o'z o'rnini topganlar va ayol nishatishiga o'zi uchun yashaydigan momenti. Lekin afsuski, undan nima boshlanadi? Shu aytgan klimakterik sindromning belgilari boshlanadi. Va oxir-oqibat u baxtli hayot emas, faqat shifokorlarning ko'rigidan ortmaydi. Birinchi o'rinda qayeri albatta kardiologga murojaat etadi, nevropatologga murojaat etadi. Chunki undan tashqari neyropsixologik yurak qon tomir o'zgarishidan tashqari yana urologik muammolar ham qo'shilib boshlaydi. Urologik muammo, ya'ni kardiologga, nevropatolog, urologga boradi, lekin eng asosiy bo'lgan ginekolog ko'rigiga murojaat qilmaydi. Aynan shu yoshdagi ayollarda birinchi bo'lgan qizib sovish belgilari aynan kimga? Akusher-ginekologga murojaat qilishi kerak ekanligidan dalolat beradi. Akusher-ginekolog bu ayolni gormonal tekshiruvdan o'tkazadi va albatta haqiqatan ham hayzdan qolayotganligini isbotlab berib, kerakli muolajalarni beradi va tezda u yaxshi tarafi o'zgaradi. Buni yomon tarafi estrogen, ya'ni ayollik gormoni tushib ketishi natijasida eng yomon bo'lgan asorat bu suyakni yemirilishiga olib keladigan asoratlar bo'ladi. Bugungi sizga bo'lgan murojaatim shundan iboratki, hurmatli ayollar, o'zlaringizni sevinglar, o'zlaringizni yaxshi ko'ringlar va albatta kerakli specialist, ya'ni akusher-ginekologga vaqtida murojaat qilishingizni aytaman.